اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Anlavatqanlar Muhammed aleyhisselam'ın tercüme hali namlı eser. 194. bab Vidalaşış nutqi. Peygamber aleyhisselam Zulhicce ayının 9. günü Arafat'a çıktı. Ve bu yerde İslam dininin tüp yıldızı ve şahçıları bayan kılıngan uluq nutqını söyledi. Nutqның teksti tüvendekice. Hemme medihiye Allah'a xasdır. Allah'ını medihiye eleyimiz. Allah'tan keçörüm sorayımız. Allah'a tövbe kılımız. Allah'a sığınıp nefsimizden yamanlıqıdın ve yaman işladın panah dileyimiz. Allah hidayet kılgan adamını hiç kim azdıralmaydı. Allah gumrahlıkta kaldırgan bendini hiç kim hidayet kılalmaydı. Şununla guvahlık berimen ki yalğız bir Allah'tan başka hiç ilah yok. Allah'ın şeriki yok. Şununla guvahlık berimen ki Muhammed Allah'ın bendisi ve elçisidir. Sizler Allah'ın bendileri. Sizlerni Allah'a takvadarlık kılışkı tavsiye kılıman. Allah'a itaat kılışanlarını targıp kılıman. Sözümni hayırlık işlerden başlayman. Ey halayık, sözümge kulak salınlar. Bu yıldın kin muşu cayımda sizler bilen uçuraşmaslıkım mümkün dep oylayman. Ey halayık, ta ki Rabbinlarning dargohiga barganinglarga kadar bir-biringlarning jiniga meligi chiqilish xuddi mushu ayning, mushu kunning, mushu joyning hurmatini saqlamaslikqa o'xshashla haramdir. Sizlarga shuni yetkazamanki, ey Allah, guvoh bo'lgin. Qo'lida kishilarning omonatlari bor odamlar omonatni o'z egalariga qaytarsin. Cahiliyet davrida qilingan jazoni xo'rlik bekor qilinadi. Oldi bilan tag'am Abbas ibn Mutallibning jazoni xo'rligini bekor qilishdan boshlayman. Cahiliyet davridagi qon qarz bekor qilinadi. Oldi bilan Amir ibn Rabi'a ibn Harisning qon qarzini bekor qilishdan boshlayman. Cahiliyet davridagi odatlardan Ka'bani Abi Zamzamni boshqarishdan boshqalari bekor qilinadi. Qasdan odam o'ltirgan qotil o'ltiriladi. Agar u bir kishini tayoq bilan yoki tosh bilan urib o'ltirsa, qisman qasdlik hisoblanib, qisosiga 100 tugu to'laydi. Buningdan ortiq to'latish jahiliyet kişilerinin işidir. Ey halayiq, şeytan sizlarning zamaninglarda Xudo bo'lishdan umidini uzdi. Lekin o sizlar kichik sanaydigan ishlarda sizlarni o'ziga bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Ey halayiq, nasi deganni qo'llanish kufrni texmi oshiradi. Kafirlarni azdırdı. Allah haram qilgan oyni o'zlaricha halol qilish uchun onu bir yıl halal kılsa, yani bir yılı haram kılışıdı. Allah asman zeminini yaratkan vakitten tartıp, zaman öz petiçe devre kılıp geldi. Kur'an'da Allah'ın hükmüde asman zemin yaratılgandan tartıp, aylarının sani 12. Bularının işi de 4 ayının hürmetini saklamaslık haram kılıngan. Bu aylarının işi Zulqa'de, Zulhicce, Muharrem bir-birge olunup geliyordu. Camadiyel ahir ayı bilen Şaban ayının oturusidiki Recep ayı bolsa yalğız keledi. Sizlerge tebliğ kıldın mı? Allah'ın hükmünü yetküzdün mü? Ey Allah, guvoh bolgin. Ey halayık, zimmenlarda ayollarınlarning sizler rioya qilishga tegishlik haqqi bor. Ayollarınlarning zimmesidimi ular rioya qilishga tegishlik sizlarning haqqinglar bor. Sizlarning haqqinglar shuki, ayollarınlar töşekleriga sizlardan g'ayri odamlarni yo'latmasligi. Sizlar xo'p ko'rmaydigan odamlarni sizlardan ruxsatsiz uyga kirgizmasligi va fohisha qilmasligi lozim. Agar ular shunda qilsa,
Allah sizlarning ularni ching tutishinglarga, ularni uydan chiqarmasliginglarga, ular bilan bir to'shakda yotmasliginglarga, ularni ostiroq urishinglarga ruxsat beradi. Agar ular cheklanib sizlarga itoat qilsa, ularni chiroyliqcha oshnan kiyim-kechak bilan ta'minlanglar. Sizlarning amringlardagi ayollar o'zlariga o'zlari ega emas. Ularni Allohning omonati qilib oldinglar. Ularni nikoh orqali o'zinglarga halol qildinglar. Ayollar to'g'risida Allohdan qo'rqinglar. Ayollarga yaxshi muomalada bo'lish to'g'risidagi nasihatlarni qabul qilinglar. Sizlarga tabliq qildimmi? Ey Allah, guvoh bo'lgin. Ey xaloyiq, mu'minlar bir-biriga qarindosh. Qarindishining o'z ixtiyori bilan bermagan meli hech kimga halol emas. Sizlarga tabliq qildimmi? Ey Allah, guvoh bo'lgin. Mendan keyin murtad bo'lib bir-biringlarni qiradigan kofir bo'lmanglar. Sizlarga men Allohning kitobi bo'lgan Qur'onni qo'yib ketdim. Qur'onni mahkam tutsanglar ozmaysizlar. Tabliq qildimmi? Ey Allah, guvoh bo'lgin. Ey xaloyiq, sizlarning Robbinglar bir, otanglar bir. Hammanglar odam otidan bo'lgan. Odam ota tuproqdan yaratilgan. Kim eng taqvo, Allohning buyurganlarini qilib, uning to'sqan ishlaridan cheklangan odam bo'lsa, shu odam Allohning nazarida eng hurmatlikdir. Arab bo'lgan odam bilan g'ayri arab bo'lgan odamning qaysi taqvodor bo'lsa, shu afzal. Tabliq qildimmi? Ey Allah, guvoh bo'lgin. So'zimni bu yerga hozir bo'lganlar, hozir bo'lmaganlarga yetkazsin. Ey xaloyiq, Allah her bir varisqa miras nasibasini belgiledi. Mirasni birla varisqa vasiyat qilish durust emas. Mirasning 3dan biridan ko'pragini vasiyat qilish durust emas. Bala erning bo'ladi. Zina qilg'uchining bo'lmaydi. Kimki otasidan boshqa birini ota deb, xo'jasidan boshqa birini xo'ja deb da'vo qilsa, u Allohning, farishtalarning va hamma kishilarning la'natiga uchraydi. Uning bergan narsasi va guvohligi qabul qilinmaydi. Sizlarga omonlik va Allohning rahmati bo'lsin. Mushu kuni Allah mu'minlarga bergan ne'matini Qur'ondagi mana so'zi bilan bayon qildi. Bugun sizlarning dininglarni kamolatiga yetkazdim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Sura Maida 3-oyatning bir qismi.